Assalomu alaykum ko'kdang bolalar. Sog' salomatmisiz? Ro'za-i Ramazon boshlanib, hammangiz ota-onangizga, bobo momolaringizga yordam berib yuribsizmi? Mana bizning ko'kdang bolalari ham televizor ko'ryapti, ham bodom chaqyapti. Televizorda bolalaringizni ajrata olmaysizmi? Demak, ularga nimadir mashg'ulot bering. Azizlarim, bolalarni faqat televizor ko'rishi bu ko'zlariga zarar, bilasiz. Hamma bolalar ko'zlaridan shikoyat qilsa, demak asosiy sabab televizor deb topishyapti vrachlarimiz. Shuning uchun ham ko'zlar ishlasin, ham qo'llar ishlasin. Chunki bolalar televizorga ham qaraydi va qo'l motorikasi ham ishlaydigan ish topib bering. Qarabsizki, bola mazza qilib televizor ko'ryapti, bola mazza qilib mana chaqchuqlarni o'zlari tayyorlayapti. Bular tayyorlasin, siz azizlarim qovurib beringizlar. Bodomni qovurib bersangiz bolalar mazza qilib yeydi va dasturxoningizga qo'shimcha bo'ladi. Xayr azizlarim, xayr.